Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ideal Termaten jamoasidan yana bir Shenray T30 mashinasi bemalol ko'rib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bu mashinamizning egasi ham bizni Qashqadaryo viloyatidan ko'rib tomosha qilib olib kelgan ekan. Shu ishlarimiz yoqqani uchun, o'zimizni obunachimiz bo'lgani uchun mana kech bo'lishiga qaramasdan obunachimiz ishini bitirib chotki qilib a'lo darajada chiqarib beryapmiz. Mashinamizga izotermetik furgon uстановка qilib berganmiz. Alikofondan chiroyli qilib bitta e'tibor berib qo'yasizlar nikellariga. Bu mashinamizda mana Phantom Millen mashina ham olib qolganmiz. Hali kun davomida sizlarga videolarni qo'yib chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizning orqa tomoniga keladigan bo'lsak, orqa tomoniga mana ko'rib turibsizlar, gabaritli chiroqlarni chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Undan tashqari mana dugasiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Dugasini vaqti komfort qilib chiroyli qilib a'lo darajada chiqarib berganmiz. Ichiga keladigan bo'lsak, ichkariga mana alikofonlardan qilib chiroyli qilib pollarini finitskiy panellar qilib a'lo darajada chiqarib berganmiz. Ichiga plafonlar qo'yib berganmiz. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.